Hürmetli vatandaş, bugünkü lekşiyelerimizi başlayımız. Lekşiyede size hacırız, Washington'da sözleyimiz. Bugünkü sağa 2025 yılı 10. ayının 2. günü haftaga Perşembe vatandaş. Bugünkü vaziyetimiz mesela 9. ayının 29. günü Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkemesi yillik bir parcha doklad, ya'ni odam atkazchiligi majburiy emgak to'g'risida bir parcha doklad e'lon qilib, Jungoni 3. darajalik yo'qning o'rnidagi 3. darajalik o'ringa tushirib baholadi. Buning ustida masalan Uyg'uristonda Şinjan Uyghur Abdunum rayonida Uyg'urlarni mecburi emgak selişini davamlaştırıvatqanlığı, hatta bu sahadagi ishlarga zarb berish uyoq tutilsin, yanada hükümet derecesinde, devlet siyasi derecesinde aralashib ve belgilab bu ishlarni devletning o'zi qilayotganligini eg'iz qoldi. Uning sirtida andan jinsiy atkazchilikga, jinsiy shahvonlikqa da'vat qilish va yoki shahvonlikni savdo tijoratga aylantirishdan iborat bu axloqiy binormallik Jungoda eg'irlash hukumat bunga nisbatan ham bir tadbir qo'llanib oldini olayli demidi. Yoki bundoq aytganda hozir odam atkazchiligi bilan jinsiy ya'ni shahvonlik o'tirishidagi bu munosabatga e'tibor bergandek balki ikkisi shunaqa munosabatlik bir-birini to'liqlaydigan jinoyatlar degan mazmunda doklad e'lon qildi vatandoshlar. Bugun sizlarga o doklad to'g'risida to'xtalishdan avval qisqa xabarlarga to'xtalib, onaniki vatandoshlarga o xabarni yetkazamiz. Qisqa xabarlar masalan Amerika, nasıl başlap to'xtatmayman ben. Qisqa xabarlar masalan to'g'ri ekan-da. Qisqa xabarlar e'lon qilish. Bir xabar. Xi Jinping ham jinini topshiradigan bo'ldi. Ba'zi vazifa huquqni topshirishlar emas. Hatta jinini mi topshiradigan bo'ldi. Rumiya nazar to'rbiti 10. ayının 2. günü. Katta xabarı. Tayvan'ı qutlaqlaymiz. Amerika Tayvan yaqinda diplomatik munosabat o'rnatdi. Jungo Kompartiyasi jiddiylashdi. Faqat Jungo Kompartiyasi so'zlaydigan bir jumla so'z qoldi. 1949 yılı biz, yani Jungo Kompartiyasi biz Junhua Mingoni aldırıp bo'lgan edik deyiladiganlar. Bir cümle söz Jungo Kompartiyasiga ishib qoldi. Lavrnes 10. ayının 2. günü yotib vatandaş. Yani bir xabar. Amerika armiyasi urushga tayyorlik qilishga boshladi. Öndaş. Prezident Donald Trump bilan urush qilish ministerligining ministri bunda qasam qilishdi. Birdan bir burchimiz urushda g'alaba qilish. Birdan bir burchimiz urushda g'alaba qilish. Lavyonun suhbati to'rbiti 10. ayının 2. günü yotib vatandaş. Yana bir xabar. Xi Jinping chet elga qochadigan, jon saqlaydigan davlatlar aşkar oldu. Bunun da birincisi Çavuşan, sosyalistik demokratik devlet. İkincisi Rusya, şunun için tanlangan iken. Rusya keçip geçse mesela hazır Ukrayna urushini qo'llayotgan Xi Jinping Rusya keçip bo'lsa, xalqarada bundan qanday inkos qilishi mumkin. Shuning uchun Rusya prezidenti Vladimir Putin Xi Jinping Moskvaga keçip bo'lsa, ona panohlik berishi ve yeniga tartib, enaga bosh panohlik berishi mumkinmi degan savol.
Endi Çavuşen'e kaçıp beriş doğrusu mu yakın etrafta. Çavuşen'in diplomatları 3 kıtım Beijing'e yetip gelip şahs yoki matbuot e'lon qilmaydigan holda Xi Jinping bilan ko'rishganligi ma'lum etildi. Shu xabarlarga asoslanib hozir shunday yozilibdi. Xi Jinping chet elga qochadigan, jon saqlaydigan davlatlar oshkora bo'lishga boshladi. Yuqori darajalik amaldor Jungo'ni amaldorlarning oshkorlashicha Jungo'da uning joyining 10 kuni Chaushanga qochib bordi. Vaqt meni keltiga qarang. Onun joyining 10 kuni Xi Jinping Chaushanga qochib bordi. Uning Kim Jong-un bilan tuzgan plani darajadan tashqari. Tanqid Sushoxa 10 joyining 2 kuni. Bu Sushoxa degani o'zi Janubiy Koreyalik odam. Shu obzorchi Janubiy Koreyada obzor yozgan odam. Yana bir xabar vatandoshim tugashdi. Bildinglar buni tugashdi. Xi Jinping qahramonlar xotiri munozirini bir oylab chiqdi. Xotirlash kunida qahramonlar xotiri munozirini bir oylab chiqdi. Oxirgi podshohning kayfiyati bilan oylab chiqdi. Zhao Leji xalq vakillar qurultayining boshlig'i Zhao Leji hasratlandi. Mashhur yani Xi Jinpingning Şinjan'a avatgan, mustamlik Uyg'uristonga avatgan sobiq gubernatori. Hozir bunun bir xizmat yo'q, shu o'rnimi yo'q. Shundaqdimi yana shu xotir munorini aylanib chiqqanda bu kishi mashhur bu qatim Xi Jinpingning kayni turibdi, kaynida Zhao Lejining yanida mashhur turibdi vatandosh. Xotir munorini bir aylandi, oxirgi podshohning kayfiyati bilan aylandi. Zhao Leji sirat chekdi, mashhur naq maydonda sovuq terlashga boshladi. Dunyoga nazar tüm pokan onun joyini 2 kuni yotib. Xi Jinping qishga tayyorlik qildi. Vladimir Putin patqaqa patdi. Axborot yangi nuqtasi. Onun joyini 2 kuni yotib vatandosh. Urushga tayyorlik qilish uchun Amerika, NATO davlatlar chegaralarga askar to'pladi. Urushga tayyorlik qilish uchun Amerika, NATO a'zo davlat chegaralarga askar to'pladi. Yer ishorati xabar beradi. Onun joyini 2 kuni yotib vatandosh. Endilikda sizlarga so'zlaydigan xabarimiz, maxsus xabarimiz Amerika odam atkazchiligi to'g'risida doklad e'lon qilib, Jungo'ning ismini atab majburiy emgak va odam atkazchiligi eg'ir elib berilayotgan davlat dedi. Mavzuli xabar 10 joyining 1 kuni Amerika ovozining saytli programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi 9-oyning 28 kuni 2025-yillik odam atkazchiligi to'g'risida doklad e'lon qilib, Jungo'ni yana bir qatim yer shari bo'yicha eng og'ir tartibga xiloflik qilguvchilar davlat qatoriga kirgizib, Jungo'ning ismini atab davlat yetakchiligida majburiy emgak ishlatuvchi davlat ve odam atkazchiligi bilan shug'ullanuvchi davlat deb tanqid qildi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi davlat shakoti Marco Rubio e'lon qilgan bir parcha bayonotida bunday ko'rsatdi vatandosh. Odam atkazchiligi bir xil odam shirkinadigan, balki vayron qilish xarakterli jinoiy harakatdir. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat shakoti Marco Rubio bunday ko'rsatdi. Odam atkazchiligi bir xil odam shirkinadigan, balki vayron qilish xarakterli jinoiy harakatdir. Bu xil jinoyat davlat olqigan tashkilotlarni va axloqqa tushkunlashgan Amerika qarshi siyosiy hokimiyatlarni foydaga erishtirdi. 25-qatimlik odam atkazchiligi masalasi to'g'risida e'lon qilingan doklad
har qaysi ellerning mecburi emgek ve cinsiyet kesiligiga, jinsiy yani shahvoniy so'zi tijoratiga qattiq harakat qo'llanishga yetakchilik qilib, har qaysi ellar davlatga odam yetkazishligini to'rt chekla, jinsiy shahvoniylikqa gap qilib to'rt chekla deb mush to'g'rida yetakchilik qilib, harakat qo'llanmagan davlatlarning oqibati o'zi mas'ul bo'lishini kafolatga qildi. Sen bu to'g'rida harakat qo'llanmasan, bir oqibat va o oqibatga o'zing mas'ul. Prezident Donald Trump hükümeti Amerika'nın qimmat qarashlarini qo'llaydi. Hem Amerika'da emgakchilarni qo'llaymiz ve yashayotgan mahallamizni qo'llaymiz. Bu doklatimunda ko'rsatildi. Jungo doiralari Uyg'urlarni davomli mecburiy emgak zo'rlayotdi. Ve başkalarının Şinjan ve başka rayonlarda mecburi emgakka selayotidir. Doklatımın dahtilgarinde Jungo doiralari cins yani shahvoniy haqoratlik so'zi harakatlarga zarba bermadi. Jungo doiralari emgak ekspluatatsiya qilish ve hükümetning siyosatiga munosabatli xo'rlash, haqoratlash jihatlarida cheklaydigan harakat qo'llanmadi. Shuning uchun Jungo yana 3. darajalik xiloflik qilg'ich davlat qatoriga kirgizildi. Bu eng tuvan darajalik tizimlikdir. Jungo bilan Rusyani solishtirma bo'ladigan bir paket shu bo'ldiki, Tayvan 16 yıldan beri bundaq doklatni birinchi darajalikda saqlab kelmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi birinchi darajaliklarni bundaq tushuntirdi. Bu hükümet odam atkazchiligida ziyonkashlikka uchrag'uvchilarni qo'g'dash qonuni da belgilangan belgilamalar, ya'ni eng tuvan chekdan chiqarib o'tilgan davlatlardir. 3. dereceden 2. dereceden çıkarıp bitip 1. derecede. Hammaga qonun bo'yicha muomala qilayotgan davlatlarda deydigan bir qatorga Tayvanni elib kirgan gapitanlar. Doklatda munda ko'rsatildi. Tayvan jinoyat bekitish, odam atkazchiligi va ziyonkashlikka uchraganlarga xizmat qilish jihatda ilgirlashga erishdi Tayvan. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi yillik e'lon qilgan odam atkazchiligi to'g'risidagi doklati da har qaysi ellar hukumatlarining odam atkazchilariga zarba berish to'g'risidagi baholash quroli va muhim vositasidir. Bu harakatlarga asoslanib Amerika Qo'shma Shtatlari 1-dan 3. darajagacha ayirdi bu davlatlarni. Bu yıllık doklatda Amerika Qo'shma Shtatlarining tuvan darajalik davlatlarga beriladigan tashqi yordam siyosatiga ta'sir ko'rsatdi. Demak, bu doklat e'lon qilindi. E'lon qilishning uning ahamiyatini aytganda tashqariga ashundoq ashqildagi davlatlarga beriladigan yordamga ta'sir ko'rsatdi deb tashqi siyosatda vatandoshi. Bu 9-oyning 29-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining yana bir qatam Uyg'urlarning mecburi emgakdan sirti jinsiyatgachilik, ya'ni jinsiy so'zi tijorat, shahvoniy so'zi tijorat to'g'risida. Hozir Xitoy qo'lidan keladigan qila oladiganlik ishlarning hammasini qilyapti vatandosh. Bu yerda eliqi shamolla dogmalar asosi jihatdan tugidi hozir Uyg'urlar Xitoy degan bu ochiq, oshkora oldi, hep yalamaç düşmanliklar üstüge tushdi. Bundan mahkum bo'lib ziyon tortayotgan millat Uyg'ur. Hozir chet ellarda masalan fikr aqimlarida ba'zi umidsiz kishilar o'tirib chiqishi mumkin. Lekin umidlik yashamak kerak. Hozir qarasak biz aytganda Mesela Amerika Qo'shma Shtatlari davlat siyosatining, tashqi siyosatining, Jungo qaratgan siyosatining bir liniyalik holda, bir tartib ichida davomli taraqqiy qilib kelayotganligini ko'ramiz vatandoshim.
Dastlabda kishilik huquq edi. Ondan keyin asosda Xitoy hukumati bu kishilik huquqni tuzatmaydi qolmasdan oxirgi hisobda qirg'inchilik masalan 2021-yil 1-oyning 19-kuni Prezident Donald Trumpning birinchi mezgillik Oqsaroyda vazifa o'tagan chog'ida Sobiq davlat shtakati Marko Rubio shu kuni 1-oyning 19-kuni Jungo Kompartiyasining Şinjan'da yo'l qo'ygan siyosati qirg'inchilik. Uyg'urlarni qirg'in qilish qirg'inchilik dedi. Demak, kishilik huquq bosqichida kishilik huquq talablari bir taraf qilinmay turibla, genocide ya'ni qirg'inchilik yetib keldi vatandosh. Endi 3-bosqich shunimizki Amerika Qo'shma Shtatlarining qattiq siyosat belgilaydigan davri. Masalan, aytdim men sizga 4-oyning 8-kuni mushu yil Amerika Qo'shma Shtatlari Avam Palata a'zosi Kim Yang xonim Uyg'urlar to'g'risi yana bir pasha qonun loyiha ma'qullab Uyg'urlar o'z taqdirini o'zi belgilashga muvaffaqiyatli va mos keladigan millat asosi bor millatdir dedi vatandosh. Endi yana Amerika Qo'shma Shtatlari oldimizda qanday siyosatlarni belgilaydi? Buna dikkat qilib o'tiramiz. Bir Amerika uchun aytganda bir tartib. Bir siyoset uchun berilgan bir tartib. Bir tartib berilgan, bir tartib belgilangan bir siyoset uchun Amerika Qo'shma Shtatlarining yana davomli mush yo'lda menishi uchun aniq bir vaqt munosibligi o'tirg'i chiqishi va paytiga to'g'rilanishi kerak vatandosh. Ana shu vaqtlar qanday siyosat o'tirg'i chiqdi? Ko'ryapmiz, hozir Amerika Jungo munosabati hozir tunagan dedik. Aldaq kun dedik. Masalan, Xi Jinping Koreyaga yig'in kelmaydigan bo'ldi dedik. Aslida Prezident Donald Trump nayt yaxshi yuksak darajada axloq hamda aqlonilik bilan shunday degan edi. Shart shuki, Amerika Jungo o'rtasida o'tkazilayotgan savdo tijorat yoki tamoyil beji kelishimiga imzo qo'ydigan bo'lsam men Koreyada o'tkaziladigan Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'inida sen bilan ko'rishiman dedi. Ne chiroyli gap vatandosh. Bu yerda iqtisodiy hamkorlik o'tirdi, kelishim o'tirdi, ya'ni nima? Suhbat, dialog bo'lib turadigan ish bu dunyo shu. Dunyo shunday shu. Shu dunyo shunday ekan, shu dunyosi shu tartib ichida har qanday davlat o'zining manfaat uchun to'xtaydi. Manfaat ustida gap qiladi vatandosh. Albatta Amerika Qo'shma Shtatlari bizning davlat manfaatini chiqish qiladi. Qaraganda hozir Xi Jinping mushu kelishimga, savdo kelishimiga turgan e'tiqod, turgan Tayvan savdo kelishimiga o'ltirdi Amerika Qo'shma Shtatlari bilan dedi. Jungo 4 qism o'ltirdi savdo kelishimiga, tijorat kelishimiga, lekin hozir natija g'oyibiy emas. G'oyibiy natijaga erishgan emas. Chunki buning uchun butun joylik Xitoyning o'zida vatandosh. Shuni bilan ko'rishish qilib qoldi. Endi ko'rishish qilib qolgandiki, ikki davlat o'rtasidagi munosabatning sherikligi, munosabatlarning keskinligi kutib o'tiradigan ish yo'qda. Jungolar qachon yumshoq kelimiz kelarki, Jungolar qachon ma'qul deydigan kutib o'tiradigan ish yo'q vatandosh. Shu Amerika Qo'shma Shtatlari qaraganda Jungoga kaskin siyosat qo'llanadigan bir paytga yetib kelganlik turdi vatandosh. Shunday ahvolda Tibetlarning ahvoli qanday bo'lganidan keyin, Uyg'urlarning ahvoli qanday bo'lganidan keyin buni ko'rib yetamiz vatandoshlar.